Assalomu alaykum. Ismim Shukurlar. Bugun sizlar bilan PowerPointda kichik bir slayd tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Xo'p, buning uchun PowerPoint dasturiga kirib olamiz. Xo'p, bu yerdan poster prezentatsiya qilib, yangi list yaratib olaman. Xo'p. Bugungi darsda oddiy 2D slaydlar deyarli hamma tayyorlashni biladi. O'sha 2D slaydlardan qochgan holatda biz 3D animatsiyali slaydlarni tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bizga bu yerdagi ramka kerak emas. Hop, o'rtaga S24 deb yozib olaman. Bu yerda ramkani ozgina kichraytirib olamiz. Hop. Endi shu yerda listni ustiga bosgan holatda klaviaturadan Ctrl D tugmasini bossak, bizga o'sha listni ikkita qilib dublirovat qilib beradi. Va ikkinchidagi S24 Ultra yozuvini listni chap tomoniga olib o'tamiz. Shu yerda bizda PowerPointda переход va animatsiya degan bo'limlar bor. Hop, переход va animatsiyaning farqi nimada? Переход listga animatsiya beradi. Hop, animatsiya bo'lsa listning ichidagi har bitta yozuv, shakl yoki elementlarga animatsiya berishimiz mumkin. Shu yerda mana переходning ichida transformatsiya degan yangi animatsiya turi qo'shilgan. Bu bizga, ya'ni bitta listdagi ma'lumot ikkinchi listga o'tganda o'zgarganda har xil harakatlar berish uchun foydalaniladi. Hop, bu yerda mana transformatsiyaga bosadigan bo'lsak, bizda mana S24 Ultra yozuvi harakatlanyapti. Bu yerdan biz переход qilgan holatda ekranni kattalashtirib o'tkazadigan bo'lsak, mana oddiy animatsiya. Lekin transformatsiya berilganda bizda yozuvlar harakatlanyapti. Endi shu yerda ikkinchi listga S24 Ultra'ning rasmini joylashtirib olamiz. Buning uchun internetdan birorta rasm qidiramiz. Mana shu rasmni slaydimizga joylashtirib olamiz. Mana rasmni joylashtirib oldim. Endi shu yerda переходga o'tib просмотрni bosadigan bo'lsak, bizda yozuv harakatlanyapti, lekin rasm o'zining holatida turibdi. Kela yana ham chiroyliroq chiqish uchun shu S24 Ultra rasmini biz просмотрni bosganimizda yozuv o'rtadan chapga harakatlanganda rasm ham bizga tashqaridan ichkariga harakatlanib kirsin. Buning uchun bizda ikkita qoida bor. Ya'ni birorta rasm, yozuv yoki shakl tashqaridan ichkariga kirib kelish uchun o'zidan oldingi listni tashqi tomonda bo'lishi kerak. Yoki birorta yozuv yoki shakl ichkaridan tashqariga chiqib ketish uchun o'zidan keyingi listni tashqi tomonda bo'lishi kerak. Xuddi shu qoidalarga solgan holatda biz animatsiyani, ya'ni slaydni bajarishda davom etamiz. Hop, shu rasmni kopiya qilamanda birinchi listni tashqarisiga joylashtirib olamiz. Va endi ikkinchi listga o'tib bu yerdan mana просмотр tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizga list tashqi tomondan harakatlanib kiryapti. Xuddi shu holatda yana Ctrl D tugmasini bosib listni nusxalab olaman. Endi S24 Ultra yozuv bizga kerak emas, buni tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Va rasmni o'rtaga olib kelib kattalashtiramiz. Mana joylashtirib oldik. Endi shu yerda mana yozuv chiqib ketib, rasm o'rtaga kelib kattalashyapti va xuddi shunaqa holatda bizda tashqaridan bitta strelka kirib kelsin. Buni bu yerdan format figura bo'limiga o'tib rangini o'zgartiramiz. Qizil rangga o'zgartirib qo'yamiz granitsasini ham. Endi shu yerdan S24 Ultra'dan nusxa olgan holatda yuqorisiga joylashtiramiz va buni juda aniq kamera nomiga o'zgartiramiz va razmerini ozgina kichraytiramiz. Mana Shift bilan yozuv va strelkani tanlangan holatda kopiya qilamizda ikkinchi listga o'tib xuddi shularni listdan tashqariga olib chiqib joylashtiramiz. Uchinchi listga o'tib endi bu yerdan просмотр tugmasini bossak, mana bizga o'sha yozuv bilan strelka tashqi tomondan kirib kelyapti. Yana Ctrl D ni bosgan holatda endi
strelkani o'ng tarafga olib o'tamiz va yuqoridagi aylana tugmasini bosgan holatda strelkani aylantirib joylashtirishimiz mumkin. Xo'p, endi mana bizga juda tiniq kamera yozuvi bizga kerak emas, buni ham tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Va endi xuddi shu yerdan yana bitta nusxa olamanda bu yerga joylashtiraman. Endi buni nomini yuqori sifatli display nom bilan nomlab qo'yamiz va shundan ham nusxa olgan holatda 3-listni tashqarisiga joylashtiramiz. Mana boshda aytib o'tganimdek, birorta yozuv yoki rasmni tashqariga, ya'ni tashqaridan kelish uchun o'zidan oldingi listni mana tashqarisiga joylashtiramiz. Tashqariga chiqib ketishligi uchun o'zidan keyingisini tashqariga joylashtiramiz. Xuddi shunaqa holatlarda animatsiyali slaydlarni qilsanglar bo'ladi. Endi xo'p, bu yerda prosmotr tugmasini bosadigan bo'lsak, mana strelka chapdan o'ng tarafga o'tyapti va bizga yuqori sifatli display yozuvi o'ng tarafdan kirib kelyapti. Endi 5-listda yuqori sifatli displeyni yana tashqariga olib chiqib joylashtiramiz. Strelkani o'ng tarafga olib kelib, bu yerdan ruchkaga moslab joylashtirib olamiz. Hop, bu yerdagi birorta yozuvdan yana nusxa olgan holatda bu tarafga joylashtiramiz. Va endi buni nomini Note versiya ruchkasiga ega deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Endi buni ham kopiya qilamiz. Keyin buni o'ng yoki chapga emas, shunchaki tepa tarafga joylashtiramiz. Va endi bizda oxirgi list qoldi. Deyli kamera haqida, displey haqida, ruchka haqida gapirib bo'ldik. Endi shunchaki 6-listda bu yerdagi yozuvni ham tashqariga olib chiqib joylashtiramiz. Strelkani ham olib chiqamiz. Hop, bu yerdan rasmni ham tashqariga olib chiqamizda. Hop, shu yerga o'rtaga e'tiboringiz uchun rahmat deb yozib qoldirib, buni ozgina kattalashtirib qo'ysak, yana ham chiroyliroq ko'rinadi. Endi bundan ham nusxa olamizda 5-listni tepa tomoniga joylashtiramiz. Va endi bu yerdan qaytadan prosmotr qilib buni ko'radigan bo'lsak, mana bizda slayd tayyor bo'ldi. Keyin buni boshidan ko'rib chiqamiz. Mana o'rtada S24 ultra yozuvi turibdi. Va endi har bitta bizdagi rasm, shakl, yozuvlar harakatlangan holatda slayd tayyor bo'ldi bizda. Xuddi shunga o'xshatib, ya'ni reklama slaydlarni ham tayyorlasanglar bo'ladi. Unchalik qiyin emas, shunchaki o'sha men aytib o'tgan qoidalarga moslab har birini o'rniga qo'ysangiz, sizda hech qanaqa muammosiz slaydlarni tayyorlashingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali o'tib yopiq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Ushbu kanalda 21-iyun kuni katta onlayn taqdimoti bo'lib o'tadi. Taqdimot davomida sizga bundan-da ko'proq va batafsilroq ma'lumotlarni ulashib o'tamiz.